shunaqa lab blesklar ketadi-yu, qishda ayniqsa labi yorilganda. Hozir ko'rsataman. Bu jinsi emas, bu kopiya emas, original emas. Bu Raspberry'dan o'zining mahsuloti. Hozir ichligiga baho beramiz. Rozelisini so'ramiz. Mazasi, tarozi mazasi. Kengisini so'ramiz. Bu tester qizlar. Endi kengisi qulupneligi. Dahshat. Shunaqa surayotganda priyatmi? Zerkalniy blesk bo'lar ekan. Mazasi ham shunaqa zo'r qizlar. Endi kengisini so'ramiz. Oxirgisi eng hadavoyi. Oilaga o'xshaydi. Buni bitta zo'r tarafi labila qurigan bo'lsa, shuni bitta surganingizdan o'zida qurishi yo'q, yaltirab chotib beradi. Bitta kontur o'zi bilan surib ketishlik ekan. Labilani такой объемный beradi. Buni narxi shunaqa arzon, puliga stoyib. Avvaliga sifatiga gap yo'q.